Assalomu alaykum, Radmir o'yinchilari. Ko'p odamlar mana shu svetoforni qizil chirog'i kelganda hamma jim kutib o'tirish jonga tegyapti, to'g'rimi? Shu svetofordan qanday o'tib ketsam, shtobe shtraf urmaydi degan savol bo'lganmi biron marta? Shtobe o'nrog'idan o'tib ezilib, qanaqadir qilib o'tasizlar. Kelinglar, men sizlarga oson yo'lini o'rgatib qo'yaman. Agar videoim yoqsa bitta like bosib, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Bilmaydigan do'stlarga tarqatib qo'yishni ham unutmanglar. Bu videoni ko'rib, ishoninglar, menga 50 ming rubl berib ketardim jigar sanga deb juda bir xursand bo'lardinglar. 13-serverda o'ynayapman hozirgi paytda. Qaranglar, hozir yashil chiroq yonyapti. Shtobe men hozirlarga qizil chiroqdan o'tishni o'rgataman. Hozir yana qizil chiroqdan просто tak o'tib ketaman. Isho qaranglar, mana qizil chiroq. Mana o'taman, mana просто o'tyapman. Menga shtraf urdi. Hozir men sizlarga shu shtraf urmaydigan qilib o'tkazamiz. Mana qaranglar, qizil chiroq. Qaranglar, liniyani ko'ryapsizlarmi? Shu liniyani ozgina chaprog'idan, mana chaprog'idan bunday o'tib burilib ketsak, shtraf yo'q akalar. Qaranglar. Mana yashil chiroq, uzr narigi tomonga o'tamiz. Tezroq. Hozir yana bir bor ko'rsataman sizlarga tushunishingiz uchun. Mana qizil chiroq, liniya berilgan uzunligini ko'ryapsizlar. Shuni sal yana ozgina o'nrog'idan bundoq qilib o'tib ketsak, tamom jigarlar. Shtraf yo'q akalar. Yana izdivatsiya qilamizmi jigarlar? Davaychi yana bir marta izdivatsiya qilib ko'ramiz. Qizil chiroqni. Davay jigarlar. Qaranglar. Qizil chiroq chapidan gazni bosib bundoq qilib o'tib ketsak, shtraf yo'q akalar. Videom yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmanglar, Radmir o'yinchilari. Salomat bo'linglar.